Hammaga salom. Bugun biz drama teatrda keldik. Har doim bizni aldashadi, bilasizlar. Soat misol uchun 1da deb 1:30da boshlashadi. Biz ham bir 20 minutcha kutdik. Mana kirishga yeb, kutib o'tiribmiz. Mana odamlar. O'rtoqlar, mana drama teatrda ham robotlik kuchukcha, ovozimga e'tibor qilmaysizlar, salkasimi? Robotlik kuchukcha qo'yibdi. Qaranglar buni qanaqa qobiliyatlari bor. Ya'ni meni haydab yuborishdi ishchilar, videoga olyapman. Juda ham yaqindan olayotganim uchun ishchilar afsuski meni haydab yuborishdi videoga. O'rtoqlar, boya meni haydab yuborishdi ishchilar videoga olganim uchun juda ham yaqindan oldim. Endi men 15-16 qatorda o'tirdim, esimda yo'q. 20 barobar yaqinlashtirilgan. Shuning uchun boya aytgandek, sifatga ahamiyat qilmanglar. Sifat 20 marotaba yaqinlashtirsa, 5 kalonchi liboy telefonda tushib ketadi. Lekin kuchukchaga bor-ku, ko'p ishlar qila olar ekan, sakra olar ekan ham, ikkita oyoqda ham turar ekan ham. Normalda. Ko'rishlaring mumkin, hattoki ko'zini ham bu likkillatay oladi. Muhajab kanaliga obuna bo'linglar shuning uchun. Drama teatrda robot ko'rdim, просто shu videoga olib oldim.